Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, Abdurahmon Avf radhiyallohu anhu Sa'd radhiyallohu anhuga ikkita uyimning birini tanla senga beraman. Ikkita xotinimni yoqqanini tanla, taloq qilib beraman degan ekanlar. O'z xotinini boshqaga taklif qilishni qanday tushunish mumkin? Qolaversa ayolni ham shu sababli taloq qilib yuboraverish uni haqqini poymol qilish hisoblanmaydimi debdilar. Birinchidan bu narsada bu iymonga biz hali u yerga yetolmaymiz. Shuning uchun bu narsani tushuna olmaymiz ham. Odam bir narsani tushunish uchun o'sha narsaga o'zi yetib ko'rish kerak. Masalan, aytamiz, u 40 yoshlik odam tajribasini tushunish uchun odam 40 yosh bo'lishi kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi. 1000 marta tushuntirsangiz ham bo'lmaydi. U illoki o'sha 40 yoshga yetish kerak u. Mana shunga o'xshaydi. Siz u biz ham hozir mana shu narsalarni tushunishimiz uchun o'sha sahobalarning iymondek iymon kerak. Bo'lmasa baribir ana shunaqa g'alati bo'laveradi bizga bu narsa. Endi bu masalaga qarasak, uyimni beraman degani tushunarli. Endi inson ya'ni molini shunday birodarlarga bo'lishar ekan degan narsa. Ayolini beraman deganda tabiiyki bu kimning xayoliga dayuslik degan bir fikr kelmasligi kerak. Taloq qilib beraman degan tabiiyki. Inson o'zini shunday nikohda turgan holatida ayolini birovga taklif qilsa, bu dayuslik bo'ladi. Lekin taloq qilaman, o'shandan keyin sen uylanasan desa, bu qanaqangi dayuslik emas. Aksincha, o'sha qalbining bir parchasini berishga tayyor degani. Ayol insonga shunaqa bo'lib qolgan. Bularda iymon darajasi shu darajaga yetgan. Buni tushunmagan odamlar mana indamay qo'yish kerak musulmon bo'lsa agar, yoki indamay qo'ya olmasa shuni bilingki, buni haligi inson tashqariga chiqaraversa nifoq bu. Chunki inson iymonni tushunmasa, albatta iymonga ta'na qiladi. Xuddi men hozir aytganimdek, yosh bolalar yosh kattalarga ta'na qilaveradi-yu, qo'rqoqlikda ayblaydi, bu boshqa deydi. Ana shunga o'xshab iymon zaif odamlar albatta iymoni kuchli odamlarning ishlariga ta'na qiladi. Bu narsalarda iymon ularda hamma narsadan ustun turgan. Sizga ayting, masalan, Ibrohim alayhisalomga Alloh o'g'li Ismoilni so'yishga buyurganda, xo'p, Ibrohim alayhisalomga bu sinov, o'g'ilda nima aybi bor edi? Mana shunaqa savol kelarmi shu yerda ham? O'sha yerda rostdan so'yib yuborishlariga shunday tayyor bo'lib turuvdilar Ibrohim alayhisalom. Xo'p, Ibrohim alayhisalom Ibrohim Xalil bo'lish uchun shunday qilish kerak ekan. Ismoilda nima aybi bor? U so'yilib ketish kerak endi. Xuddi shunday mana Yusuf alayhisalom bilan Yaqub alayhisalom qissasida ham. Yaqub alayhisalomning qalbiga shu yopishib qolgan bo'lgan Yusuf alayhisalom. Ana shuning uchun Alloh olib qo'ydi u kishini deyilgan. Xo'p, Yusuf alayhisalom nima aybi bor bu yerda? Yosh bolaning otasidan ayrilishini. Mana bu narsalarga faqat iymon javob bera oladi, shuni biling. Ya'ni amanna billah. Biz Allohga iymon keltirdik deb shunday Allohga taslim bo'lamiz. Sami'na va ata'na. Shuning uchun shariatda shunaqangi narsa bor. Biz eshitdik, itoat qildik deymiz. Albatta Allohning unda bir hikmatlari bo'ladi. Uni o'sha iymon darajasiga yetgan inson tushuna oladi. Boshqa insonlarda umumiy taslim kifoya bunaqangi masalalarda. Hozir siz aytayotgan masalada ham shuni bilingki, keyin sahobalar zamonida xotin ularda mablag'i ilmi bo'lmagan. Ya nima degani mablag'i ilmi? Shu ilmini yetgan joyi, ya'ni himmatini borgan joyi xotin. O'sha hayotining mazmunini, o'sha bo'lsa bo'ldi dunyo, bo'lmasa dunyo ko'ziga qorong'u bo'lib ketgan, dunyo ko'ziga tor. Unaqa bo'lmagan sahobalar. Xotindan oxiratga yetadigan markab tarzida foydalangan ular. O'sha markab oxiratga eltib qo'ysa yaxshi, eltib qo'ymasa bo'ldi. Vassalom ketilavergan. Alloh hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollariga mana shu narsani tahdid qildi. Sizlar shu Rasululloh bilan oxiratga yetsanglar yaxshi, bo'lmasa katta ko'cha degan. Ko'ryapsizmi? Ya'ni uchoylab uyda qozon qaynamagan ayollardan Rasulullohda. Yana ustiga xotin kelavergan. Bu yerda xotinlarni o'ylanmaydimi bu yerda? Mana bu narsalarga faqat iymon kerak. Iymon bo'lsagina inson bu narsalarga taslim bo'la oladi. Sahobalarda xotin masalasiga mana shunaqa qarashgan. U iymoni uchun xotindan voz kecha olgan. Xuddiki mana iymon uchun uydan voz kecha olgandek. Biz hozir iymon darajamiz shunaqa narsaga bormagani uchun xotinni qo'ying, uyni qo'ying, hatto tinchligimizdan voz kecha olmaymiz. Har qanday odam o'zining tinchligi uchun bitta birodarini qurbon qilishga tayyor bo'lib turadi hozirgi zamonda. Hozir menga yordam bersam deydi, men tinchligim buziladi deydi. Hatto borib bir ziyorat qila olmaydi bir-birovini, tinchligim buziladi deydi. Boshiga musibat kelsa yordam bermaydi, tinchligim buziladi deydi. Shuning uchun biz bunaqangi iymonni hali u harfiga ham yetib borganimiz yo'qmi? Unaqangi iymon sohiblariga umuman ta'na qilish xayolimizga kelmasligi kerak. Ayollarga ularda zulm bo'lmagan. Ularda hech qachon ayol kishi ko'chada qolmagan. Taloq berilgan zahot iddasi tugagandan yangi odam unga sovchi bo'lib kelish, uylanish, mana bu narsalar ularda oddiy holat bo'lgan. Biz bu bilan oilalar buzib tashlashga targ'ib qilmayapmiz, lekin endi ularda jamiyat shunaqa bo'lgan.
Erkaklar ham, ayollar ham bu narsaga oddiy qaragan, ya'ni ajrashish boshqaga tegishlikka. Shuning uchun bu narsa bir katta bir muammo sanalinmaydi. Hozirgi zamonimizda shunaqa bo'lib qolgan. Ajralish desa, odamlar chunki odamga o'xshab ajralishni ham bilmaydi-da hozirgi zamonda. O'ldi endi, ajrashgandan keyin o'lguncha er tomon, xotin tomonni yomonlab o'tadi. Uni molini, obro'sini, hamma narsani, jonini ham kerak bo'lsa halollab oladi. Erkak tomon ham xotin tomonni xuddi shunaqa qiladi. O'lguncha ikkita tomon bir-biriga dushman bo'ladi. Bu odamga o'xshab ajrashish emas bu. Sahobalar ajrashsa, odamga o'xshab musulmon bo'lib ajrashishgan. Imsakum bil ma'ruf va tasrihum bi ihson degandek yaxshilikcha ushlashgan yoki yaxshilikcha ajrashishgan. Hech qachon bir-birini endi bir umrdan shunday molini, jonini, obro'sini halollab yurmagan. Ana shuning uchun bularda uylanish, ajrashish oddiy holat bo'lgan. Bunisini xotini taloq qilavergan, xotini taloq qilgan, bunisiga keyin uylanavergan. Oddiy narsa bo'lgan ularda bu. Hatto shuning uchun qarang mana, ba'zi arobiy johillar kelib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollariga sham'a qilgan. Rasululloh o'lsalar men Oyshaga uylanaman deb. Ana shundan keyin Alloh bu narsani shunday uzil-kesil qilib oyat tushirgan. Bu payg'ambar ayollari sizlarning onalaring deb. Ya'ni hech qachon hech kim unga ta'ma qilishga haqqi yo'q deb shunday uzib bergan masalani. Aytmoqchimanki, ko'ryapsizmi? Agarda o'sha oyat tushmaganda odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ayollariga ham sovchi qo'yardi. Lekin shuning uchun shartta oyat tushib bu narsani uzib tashagan. Bu demak ularda oddiy holat bo'lgan. Bitta odam xotinini taloq qilishi, keyin boshqasi unga uylanib ketaverishligi iddasi chiqqandan. Va hozirgi zamonda esa unday emas. O'lguncha dushman bo'lib ketadi, shuning uchun bunaqa qilmaydi tabiiyki. Va o'sha sahobalar ham shunaqa qilmagan. Ular ham ya'ni biz bo'lmagan, hozirgi zamon tilida aytganda, "Ha, bo'pti, yaxshi qilasiz, xotiningizni taloq qiling. Men mana uylanaman xotiningizga" demagan. Bu shunchaki shu tayyorlik ko'ringan. Xuddiki hozir aytganimizdek, mana Ibrohim alayhissalom Ismoilni so'yishga buyurgan, lekin so'ydirmadi-ku. Shunga tayyorligi ko'rindi. Mana bu yerda ham Abdurahmon Avf radhiyallohu anhuga Sa'd tomonidan birodariga ya'ni tayyorligi ko'ringan, lekin bu narsa baribir bo'lmadi. Ya'ni hech qachon Abdurahmon Avf Sa'dning xotiniga uylanmadi. Alloh seni ahlingga, molingga baraka bersin, duo qilib ketgan ya'ni. Bu sahobalarda hammasi insof bo'lganligiga dalil. Alloh